zamonaviy texnologiya va real ish uchun yaratilgan yangi avlod Faftiger 11.3 tonnalik shassisi haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bu shassini o'zini og'irligi 3.4 tonna, o'rtacha 8 tonna yuklar ko'tarish uchun ideal tanlov. Biznesingizni rivojlantirmoqchi bo'lsangiz, shunaqa shassini olib turib, istalgan turdagi furgonlar yoki bo'lmasa kran manipulyator, samosval yoki maxsus texnikalarni yig'sangiz bo'ladi. Shassini asosiy yutuqlaridan bittasi bu uni motori sifatli va sinovdan o'tgan yuchak dizelli dvigatel joylashtirilgan. Keyin motorni ham ko'rsataylik. Kabinasini ochish ham juda ham qulay. Bemalol ko'tara olasizlar. Bunda turbo 2 litrli dvigatel joylashtirilgan, 130 ta ot kuchi, turbo naduf, ishlash ham, misol uchun to'g'irlash ham juda ham qulay. Endi motorni yopamiz. Mashinamizda 19,5 bez kamerning shinalar joylashtirilgan. Shassi oladiganligi asosiy savoli bu raman orqasidagi uzunligi. Mashinaning nastroyga qo'yadigan joyingiz 540 cm akalar. 100 litrli yoqilg'i baki bor. Shassini g'ildiraklar oralig'i 420 bo'ladi. Mustahkam konstruksiyali ramalardan yig'ilgan uzun rama 10+4 tali resor qo'yilgan og'ir yuklar uchun zo'r tushadigan mashina bo'ladi. Ramalarni ham ko'rsat, qalinligini. To'g'ri aka, bu mashina ramasi bo'lgan, ulama qilib qo'yishmaydi. Yo, farq unaqa o'yinlar qilmaydi. Bunda selli rama qilingan. Mashina baquvvat bo'lish uchun har doim ulama narsa shu ulangan joydan sinib ketadi. Resorlari ham baquvvat. Mana shu mashinada bemalol 10 tonna, 12 tonnagacha yuklarni ko'tarib yurishibdi. Undan tashqari, mana bu yerda havo qismlari joylashtirilgan, akkumulyatorlar, kerakli hamma narsa qo'yilgan. Ko'pchilik yuk mashinalarida ichida komfort bo'lmaydi deb o'ylaydi, lekin Faftiger bunga nuqta qo'yib qo'ydi. Hamma kerakli navorotlari bor. Oddiy shunday eshikni ochishingiz bilan 3 kishilik o'rindig'i ko'rasiz. Undan tashqari mana bu shopir o'rindig'i pnevma havoli, ya'ni uzoq yo'llarda bemalol charchatmasdan ketadi. Bu yerdan ko'rsataylik ichlarini to'liq qilib. Orqasida yotadigan joylari ham bor. Kerak bo'lsa, salano vesiylar og'irroq bo'lsa, mana shuni tushirib yuboringlar. Mana bularni tushirib qo'yib, o'rin ko'rpalarni solib, bemalol uxlab olsanglar bo'ladi. Mashinaga hop o'tirganingizdan keyin birinchi o'chirtda mana bu oynalarni ko'tarib tushirishi hammasi elektronniy. Mashinani mikrofonni boshqarish, telefonni boshqarish hammasi rulda, multirul. Bu kamera monitor orqali 4 taraflama kamera, ikkita yon, oldi orqasini ko'rsanglar bo'ladi, klip ko'rsanglar bo'ladi, radio eshitsanglar bo'ladi, xohlagan narsalarni eshitib ketsanglar bo'ladi. Konditsionerlari bor, realniy zo'r ishlaydi konditsioneri. Undan tashqari bu yerda bardacho'ga garantiyali narsalari bu yerda. Yana nima ko'rsatsak bo'ladi? Glavniysi mashinani pulti kalitida pulti bor aka. Uncha katta texnikalar ham bunaqa pult qo'yishga qizg'anishadi. Mashinani uzatmalar qutisi 6 ta pog'onali, yumshoq skorsga uriladi. Og'ir yuklar bilan ham uyaltirib qo'ymaydi. Tormoz tizimi havoda, gorniy tormozi ham bor, ABS tormozi ham bor. Hamma qulayliklar bor. Xavfsizligiga to'liq ko'rib chiqilgan. Bobur aka, bo'yingiz necha santimetr edi? 1.85. Ne so'rayapsan? Kechning? Shuni obunachilarga mana buni shundoq yotqizmasdan realniy ko'rsatib beringlar. Katta odam yotganda qanaqa bo'ladi? Bitta shuni ko'rsatib beringlar. Faktda. Da. O'zimga ham qiziq bo'lib qoldi, mana ishlab oling. Lekin mengacha yoqqan tarafi mana bu Land Cruiserlar bor-ku, Jeeplar. Aha. Bunday sidenasini yotqizib qo'ysang tekkisi bo'ladi-yu, bunda ham shunaqa bo'lar ekan. Mana bu joyni olib tashladi. Undan keyin, mana mashina qibla qattaligini birinchi bilib olamiz, boshimizdan bemalol qo'yish uchun. Oyoqni hech o'tirmayman. Holati. Mani bo'yim 1.85 bo'lsa, qani oyoqni hech o'ra qolinglar. Obala. 1.85 ga to'g'ri yotadigan bo'lsa, sal noqulay bo'lar ekan, lekin men bu sidenigimni tashlab olib. Mana kayf. Hamma kayfi mana shunaqa yotganda ekan. Abbos, mashinadan ushaqacha necha metrda o'ylaysan? Menimcha taxminan bir 60-70 metr chiqsa kerak. Menimcha 50-60 chiqsa kerak. Keyin bitta urib ko'ramiz. Mana bismillahir-rohmanir-rohim. Mashinadan tortishiga bitta baho beringlar. Ayni sekinroq haydayman. 40 ga chiqdim lekin. 50 metrda.
balki undan ham tez chiqar katta yo'llarda. Qalay bo'ldi? Realniy maza qilib ketdi-ya, yumshoqqina ko'kto'y bo'lib. Lekin mashinani komfortlariga gap yo'q-ku. Hozirgi zamon talabiga juda ham mos mashina bo'lgan. Uncha mashinalarda yo'q, komfortlar bor bunda lekin. Ko'pchilik nima desam ekan, eskilikda qolib ketgan, faf yengillik qilishda charchamayapti. Chiroqlariga necha? Menimcha shofyorlarni ham hozirgi kunda ko'p shofyorlarni tanlovi shu fav bo'lib turganini asosiy sabablaridan biri ham shu deb o'ylayman aka. Yo'q, men o'ylayman, shoferlar buni tanlayotgani haqiqatda inson uchun yaratilgan mashina. Shofyorlarda qulaylik bor. Tadbirkorlar buni tanlayotgani, ya'ni biznes uchun ko'proq yuklarni bemalol orta oladi. Bundan tashqari, favda mana baku oynalarida ham isitgichlari bo'ladi. Okalar, qo'ldan kelgancha kerakli ma'lumotlarni berib o'tdim. Qanaqadir ma'lumotlar kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar. Alohida sizlar uchun yana kerakli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Sizlarga ham shunaqa Fav Tiger V shassilari yoki xohlagan turingizdagi Fav va mashinalari kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Zavod narxida eng cho'tki variantlarda qilib beramiz. Hammanglarni bezovta kutib qolamiz.